Koreyaga bo'lgan qiziqishim yuqoriligi sababli koreys tilini o'rganishga ahd qildim. Koreyaga proyekt asoschisi, Koreyaning Top Hanyang universitetini tamomlagan, Topik 6 darajaga ega bo'lgan shahzodamda onlayn ta'lim ola boshladim. 7 oy ichida Topik 3 darajaga ko'tarildim. Shundan so'ng hujjat topshirish jarayonlari boshlandi va men Keimyung universitetiga 50% grant asosida o'qishga qabul qilindim. Viza kutgan 18 kun har kuni umid bilan o'tgan. Keyin esa bilet, tayyorgarlik va eng og'ir qismi yaqinlar bilan xayrlashuv edi. Iftorliklar, kulgular ortidagi yashirin ko'z yoshlar bo'ldi. Onam bilan xayrlashgan kunim hayotimdagi eng og'ir, lekin eng muhim qadam edi. Aeroport, yurak ikki tomonga tortilgan joy. Qo'rquv ham bor edi, orzu ham. Xayrlashuv oson emas ekan. Ko'zlarim kuldi, lekin yuragim sekin yig'ladi. Samolyot ko'tarilganda esa hammasi birdan jimib qolgandek bo'ldi. Parvoz davomida bir narsani his qildim. Ba'zi yo'llar og'ir boshlanadi, lekin eng chiroyli manzillarga olib boradi. Va nihoyat men Koreyaga keldim. Bu hali boshlanishi, oldinda yana ko'p sinovlar, ko'p orzular bor. Agar siz ham orzu qilayotgan bo'lsangiz, hech qachon orzu qilishdan to'xtamang, chunki men ham bir vaqtlar shunchaki orzu qilgandim.